Bemorlar eng ko'p qiladigan 5 ta xato haqida gaplashamiz. Birinchi xato. Burun bitsa tomchi tomizadi, tomoq og'risa har xil antibiotiklar ichiladi, lekin haqiqiy sabab tekshirilmaydi. Ikkinchi xato. Burun tomchilarini uzoq vaqt ishlatish. Ma'lumki, burun tomchilari davolamaydi. Bu o'rganib qolishga va keyinchalik dorini ta'sir qilmasligiga olib keladi. Uchinchi xato. Og'riq yo'qoldi deb shifokorga murojaat qilmaslik. Og'riq qoldiruvchi dori ichgandan keyin og'riq yo'qolishi mumkin, lekin haqiqiy asosiy kasallik yo'qolmasdan soyada qolib ketadi. To'rtinchi xato. Quloqni har xil pilik-cho'plar bilan yo gurgi-cho'plar bilan tozalamoqchi bo'lish. Bu aslida quloqni tozalamaydi. Quloq chirkini ichkariga tiqib yuborish, hatto pardani jarohatlashgacha olib keladi va eshitishni pasaytirish mumkin. Beshinchi xato, kasallikni bee'tibor qoldirish. O'zi o'tib ketadi degan noto'g'ri xayolga borish. Unutmang, vaqtida qo'yilgan to'g'ri tashxis sog'lom hayot demakdir. Kislorod Medical siz uchun xizmat qiladi.